Voy, yomon bo'ldi-da. Mashinam buzilib qolgan. Ha, mayli. Bir nima qilib bir ilojini toparman. Nima? What the heck, qushloq? Qushloq. Siz. Qushloq bor ekan. Merdan so'rayman. Ha, aytgancha assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan yana men o'sha Ziko MC hamda bu nimaga video olyapti bu ahmoq deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Men YouTube blogerman. Shunga hamma joyda video olib yuraman. Hozir mashinam buzilib qoldi. Endi qushloq odamlardan yordam so'rayman. Qushloq bor ekan. Nima? Qushloqqa nima qilgan? Ha. Nima bo'lgan bu qushloqqa? Voy. Hamma joy buzilib yotdi. Menimcha xaroba qishloq. Nima? Hamma joy buzilib. Nima bo'lgan bu yerga? Voy, hamma joy buzilib yotdi. Voy, bu yer ham. Mayli, xaroba qishloq ekan. Oziq-ovqat. Ya, buni ikkinchi qo'limga ushlab olay. Nima oziq-ovqat? Chirib yotdi. Yeb bo'lmaskan. Tashlab yuboramiz. Okey. Mayli. Bu yerni ko'zdan kechirib chiqishim kerak. Okey. Buzib tashlayman bularni. Ho, yaxshi. Narsalar bor ekan. Kiyib olamiz. Kerakli narsalar, oziq-ovqat, oltin. Oltinni nima qilaman? Mayli, shu yerda tursin. Okey, bularni kiyib olamiz. Yaxshi. Qilich. Xaroba qishloqda kutib bo'lmaydi nimalar borligini. Okey, hamma joyni tekshirib ko'ramiz, keyin uxlab ertalab ketaman. Okey. Lekin juda qo'rqinchli. Hech kim yo'qmi? Kimdir bormi? Yo'q, hech kim yo'q ekan. Fakir. Kravat. Nima? Zina. Okey, hozir tushib ko'ramiz. Yana ovqat. Fakirlar kerak bo'lib qoladi. Ishton. O'sha hamma narsam tayyor. Yaxshi, buni kiyib olaman. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Nima qilayotgan o'zim ham tushunmadim. Mashinam buzilib qolgani yomon bo'ldi. Ammo mayli. Sen menga keraksan hali. Tezroq. Hop, olamiz. Qo'limizga qo'yib olamiz. Bu yerni buzib ko'ramiz. Teshik bor ekan, balkim shu yerda odamlar bordir. Hech kim yo'q. Bu yerda hech nima yo'q. Mayli, hech nima yo'q. Liver, kalit, ya'ni sandiq. Wow! Kiyimlar, pistolet kiyimlar. Ammo pistolet nimaga kerak? Bu yerda menimcha avval harbiylar bo'lgan. Pistoletning o'qi kam ekan, ammo bo'ladi. Yopib qo'yaylik. Bu qishloqni hidi juda sassiq ekan. Qani kiyimlarni kiyib ko'ramiz. Buni yech. Hamma narsani yechib qo'yib kiyimlarni kiyamiz. Okey. Bunachilar yarashdi menimcha. Bu xaroba qishloqda nima kutishni ham bilmayman. Pistolet. Pistoletni qilichni orqaga qo'yib, buni esa montirovkani mana shunday turadi. Yaxshi sindirar ekan. Kirkadan ko'ra. Chiqolmayapman. Nimaga chiqolmayapman? Ana. Endi uxlashga yotoqni olib
ketaman. Okey. O'zimga sharoit yaratib oldim. Hech kim yo'q degan umiddaman bu qishloqda. Ish kerak. Yoki shturjab, shturjab qo'yamiz. Buning yo'q. Nima bilan yopishni ham bilmayapman. Bildim, topdim. Hop. Ana bo'ldi. Bo'ldi menimcha. Hammasi yaxshi. Bu yerdagi kerakli narsalarni ham olib tashlab. Mana bu yerdagini ham olib tashlab, otilib ketdi. Yomon bu. Yo'q kam ekan. Ammo Xudoga shukr. Hop. Kimlar bor deydi. Mayli. E'tibor bermaymiz. Hamma joyni yopib chiqdim. Yaxshi. Bu taxtani ham olamiz. Bu yerga yopib qo'yamiz. Kravatni qo'yamiz. Chiroqni qo'yamiz. Yaxshi. Okey. Men 5 daqiqa uxlashga yotsam. Bu nima edi? Kim bor? Tushunmadim. Kimdir ovozini eshitdim. Obunachilar, nimadir ovozini eshitdim. Tashqariga chiqmasam bo'lmaydi. Nimagadir ko'nglim g'ash. Hozir mana buni olay. Okey. Tashqariga chiqmasam bo'lmaydi. Fakirni olay. Mayli, bu turaversin. Badanlarim bijirlab ketyapti. Nima bo'layotganini tushunmayapman. Uxlayotgan paytim bir nimalarning ovozi eshitilyapti. Nima? Oy to'lgan holda. Bu yomon. Okey. Hozir bir ikkita uylarni ham mark ko'ray. Nimalar toparman. Okey. Mana shuga kelib ko'ray. Uy yaxshi. Kitob, kundalik, ya'ni kundalik. Vaqt borida qoch. Nima bu? Nimaga vaqt borida qoch deyapti bu? Tushunmadim. Nimalar bo'lyapti, obunachilar? Nimalar bo'lyapti? Qishloq shunchalik yovuz odamlar bo'lganmi? Tushunmadim. Mayli. Hozir bir daqiqa o'ylab olay shu yerda. Tushunmayapman. Bu kunlarni o'qigan bilan tushunmayapman. Nima qilishni bilmayapman, obunachilar. Nima bu? Tushunmadim. Qoch. Nima? Oldimga kelyapti. Qoch. Qochib qol. Qochish kerak. Nima edi bu? Nima, parazitmi? Tushunmadim. Kirib ketyapti. Qoch. Nima bu yer? Qoch, bir nima qo'y. Kirma yovuz. Ketdi. Obunachilar, tushunyapsizlarmi? Nimadir qo'g'ladi meni. Hozir orqamdan qo'rqib ketyapman, obunachilar. Hozirgina nimadir maxluqqa o'xshagan narsa meni qo'g'ladi, obunachilar. Orqamdan boyagi qildi. Men qo'rqib ketyapman, obunachilar. Tushunmayapman. Nima edi u? Endi yoqqa chiqmayman.
Buni nima bilan yopib qo'yishim kerak? Men qo'rqib ketyapman. Hamma narsa bilan yopib qo'yibman. O'tishga ulgurmadim. Orqamdan quvaladi. Uyga kirayotganga o'xshadimdagina orqaga qochib, yana bu yoqqa qochdim. Uyga kirib ketib qoldi. Nima? Tushunmayapman, voy dod. Bu yerda shunchalik ko'p sir sanoatga ega. O'zi o'qgan. Mayli. Tushib ko'ramiz obunachilar. Eshik obunachilar. Otilib ketdi. Ochaman degan kim bo'lsa uraman. 1 2 ochilmayapti-yu. Eskirib ketganga o'xshaydi. 1 2 kim bor? Qanday laboratoriya? What the heck? İçlerim cimrilab ketyapti. Bu yerda nima bo'lgan? Nima? Qandaydir laboratoriya bu? Sumkalar va yana nimalardir. Yo'qki. Suv. Yo'qki. Va chiroq. Nima bu? Buzilib ketdi. O'q bor ekan. Obunachilar o'q bor ekan. Okay. O'q bor ekan. O'q degani o'qlaymiz. O'qlab qo'yamiz. Boyagi mahloq chiqib qolsa otib tashlayman. Yana bitta kundalik. Charlie. Bu esa Annie. Mayli Annie'ni solib qo'yaylik. Keraksiz narsalarni solib qo'yaylik. Og'ir yuk bo'lyapti. Ya o'q kerak. Bu yoqqa kel boq. Charlie. Yo'q. Charlie. Nima? Ixtiroda qatnashgan olim amaliyotda halok bo'ldi va u mutatsiyaga uchradi. Nima? Qanaqadir olim mutatsiyaga uchrabdi? What? Mayli. Yana o'qiylik. Uchradi va u mahluqqa aylandi. Obunachilar, boyaga ko'rgan mahluqimiz u olimmidi? Nima? Tushunmayapman. Hozir yana o'qiylik. Bu qishloq shu uchun yo'q bo'lib ketdi. What the heck? Bitta olim mutatsiyaga uchrab amaliyotda butun bir qishloqni vayron qildi. Hozir biz agar bizlarni ham o'ldirib qo'yishi mumkin-ku. Nima bu? Tushunmadim. Mayli, o'zi ham. Hop. Agar kimdir shu kundalikni topgan bo'lsa, bu yerdan qoch. What the heck? Bu yerdan qochish kerak. U olimni o'ldirib bo'lmaydi. Nima? Voy, mutatsiyaga uchrabdi. Voy, kallam tiqilib qoldi. Mutatsiyaga uchragan ekan. Bu yerdan qochish kerak. Nima bolalarga o'ralashib qoldim axir. Ziko o'zingni bos. Ziko MC o'zingni bos. Sen bu yerdan qochib keta olasan. Hamma narsangga tupurdim. Bu yerdan qochsam bo'ldi. Odamlar asabiga o'ynayapti. Voy, korotchi hamma narsaga tupurgan holda bu yerdan ketamiz. Hozir. Bu yoqqa kel. Pistolet qayerga ketyapsan? Korotchi. Boyagi olim mana bu yerda turibdi. Kira olmay qoldi boya. Demak biz korotchi bu yerdan asta-sekinlik bilan chiqib mana shu tarafga ketishimiz kerak. Hozir bu yerni kovlab shu yerdan kovlab chiqib ketaman obunachilar.
anchadan beri ko'ryapman obunachilar. Bu motirovka unchalik yaxshi ko'lar ekan. Baradular orqamni ham yopib kerak poyga. Olim meni qo'lab kelmasin. Nimaga yopdim? Chiqib qolsa ham uni yo'q qilishga harakat qilib ko'raman, lekin uni yo'q qilib bo'lmaydi. Menimcha. Okey, kunam tushib qolgandir. Okey. O'zi yer qatlamiga chiqib qoldik. Obunachi. Ush chiqdim. Uyga chiqib bo'ldim. Buzil. Tezlik bilan yopib bu yerni ham. Men bu yerda bo'lmagandek ketaman tezlash. Tezlik bilan. Bu qishloqni nima? Hoylani olim. To'g'ridan-to'g'ri menga qarab turibdi. Nima qimillama? Kema bu yerga. Voy yaramas. Kema. Yo'qolib qoldi obunachilar. Ketishimiz kerak. Tezlik bilan yuramiz.